Assalomu alaykum ustoz. Va alaykum assalom. Xush kelibsiz. Xushvaqt bo'ling. Avvalambor vaqtingizni ayamasdan taklifimizni qabul qilganingiz uchun minnatdorman. Rahmat. Arzimaydi. Ko'rib turganimdan xursandman yana bir bor. Yana shu qayta hamkorlik boshlanganda men ham xursandman. Xudo xolisa. Ustoz o'sha aytganimizdek bu mezon gurungimiz, biz podkastni gurung deymiz endi. O'zimizni tilimizga yana qilib. Ya'ni gurungimiz mezon o'zi nima haqida? Mezon hozir bilasiz, umuman zamonamizda mezonlar buzilib ketgan davrda yashayapmiz. O'sha ijtimoiy muammolar, oila, odob, axloq lar ko'tarilib ketgani sababli mana shu gurungga qo'l urdik. Shu ziyoli olim insonlarni, ustozlarni chaqirib, ular bilan suhbatlashib, gurunglashib, shu yoshlarimizga, tengdoshlarimizga, aka uka, opa singillarimizga bir foydali bir suhbat bo'lsin deb shu ishni boshlagandik. Juda yaxshi bo'pti. Alloh taolo davomli qilsin. Amin. Xayrli qilsin. Amin. Ustoz, bizda o'sha odat bo'yicha birinchi o'sha kelgan mehmonimiz o'zlarini tanishtirdilar. Ozgina bo'lsa ham, qisqa bo'lsa ham o'zlari haqida gapiraveradilar. O'zingiz haqida o'sha auditoriyamiz uchun, muxlislarimiz uchun, kuzatuvchilarimiz uchun o'zingiz haqingizda bir gapiraversangiz. Juda yaxshi. Ismim Alijon Ravshanov. Islom moliyasi bo'yicha mutaxassisman. Undan tashqari iqtisodiyot, moliya, O'zbekistonga investitsiya jalb qilish sohasida ham mutaxassis. Men shu sohada ko'p yillardan beri ishlab kelyapman. Ma'lumotim keladigan bo'lsak, ma'lumotim iqtisod va moliya sohasida. 96-yil, 2000-yillar oralig'ida Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universitetida o'qiganman, bakalavr bosqichida. Keyin AQShda magistraturada o'qiganman va oxirgi 25 yil deylik, 2000-yildan to 25-yilgacha iqtisodiyot sohasida va ko'proq O'zbekistonga investitsiya jalb qilish sohasida ishlaganman. 2018-yil hayotimda bir qandaydir burilish moment lahzalari bo'lgan, ya'ni vaqti bo'lgan. O'qituvchilik kasbimni ham boshlaganman, parallel o'sha asosiy kasbimga. Bu O'zbekiston Xalqaro islom akademiyasida o'sha yili islom iqtisodiyoti va moliyasi degan yangi yo'nalish ochilgandi. O'shanga qiziqib kirganmiz. Va bugungi kunda esa Toshkent Islom instituti oliy ma'hadda ham shu o'qituvchilik kasbimni davom ettiryapman. Ko'proq islom iqtisodiyoti, islom moliyasi, islom bank ishi fanlaridan ma'ruza o'qiyman. Va ayni paytda shu O'zbekistonga bugungi kunda startup va venture ekotizimga xorijdan, xalqaro investorlardan investitsiyalar jalb qilish bo'yicha ham ishlayman. Shogirdlar bor. Mana shu ikkala sohada ham, startup sohada ham, islom moliyasiga oid sohalarda ham mana shu shogirdlar bilan birga ishlash jarayonida shu jamiyatdagi yoshlarni, ularni bugungi kundagi qiziqishlari, ularni muammolari va ularni va bu muammolarga kerakli bo'lgan yechimlar haqida ko'p o'ylab qilganim uchun o'tgan safar gaplashganimizda menga ham qiziq bo'ldi mana shu podkastda, ya'ni gurungda qatnashish. Chunki siz aytganingizdek, mezonlar o'zgarib boryapti. Biz xalqaro arenaga chiqayapmiz. Yoshlarimiz chet elga o'qishlarga boryapti. Chet eldan bizga investorlar, biznesmenlar, boshqalar kelyapti. Natijada ko'p globallashuv jarayon bo'lyapti va ko'p fikrlar, nimalar o'zgarib boryapti yildan yil. Bu yerda ijobiy tomonni ham aytib o'tish kerak. To'g'ri, muammolar bor, lekin ijobiy tomonga ham katta siljishlar bo'lyapti. Mana shu
tomonlarida bugun gaplashsak, xudo xohlasa. Asosan endi aytganingizdek haqiqatdan ijobiy taraflari alhamdulillah juda ham ko'p va dunyoga ochilyapmiz. Ya'ni bu o'sishimizda davlat sifatida, millat sifatida dunyoga bir o'zimizni ko'rsatish, bir minbarga chiqish bir imkoniyati bo'lyapti. Va shu bilan bir qatorda ya'ni bizni asosiy muammolarimizdan biri hozirda migratsiya masalasi, bilasiz. Ya'ni og'riqli nuqtamiz deb o'ylayman, o'zim ham boshimdan kechirganim uchun. Ya'ni ota o'zini oilasini boqish uchun katta orzular, niyatlar qo'yadi-da. Ya'ni uyli bo'lay deydi, mashinali bo'lay deydi va bu bilamiz O'zbekiston sharoitida imkonsizdek ko'rinadi. Endi oldindan shunaqa edi, lekin buni hozir mana imkoniyatlar ancha keng va rivojlanganmiz, lekin hali ham shu tushunchadagi insonlar bor. Ya'ni O'zbekistonda hali rivojlanish yo'q. U yerda oyliklar har doim past. O'shaning uchun men undan ko'ra chet elga ketib, o'sha Amerika bo'ladimi, Rossiya bo'ladimi, Koreya bo'ladimi, o'sha chet elda ko'proq oylik daromad topib, o'sha qo'ygan maqsadlarimga erishadigan orzu, havaslar bo'ladi. Va buni natijasida esa farzandlarga nima bo'ladi? Otasiz qolish oqibatiga olib keladi va otasiz tarbiya bo'lishga, onani tarbiyasi bilamiz, ona zaifa, otani tarbiyasi alohida o'rin tutadi va shu bilan bir qatorda otani tarbiyasiz qolgandan keyin farzand tarbiyasida nuqsonlikka duch kelamiz. Ya'ni hozirda bunga bir qanaqa yechim qilsak bo'ladi? Ya'ni o'sha chet elda yurgan akalarimiz, ukalarimiz, albatta ular yomon maqsadda ketayotgani yo'q, lekin shu akalarimiz, ukalarimizga nima deb maslahat bersak bo'ladiki, qanaqa bir yechim bersak bo'ladi? Ularni bir nima deydi, shunga bir urg'u qaratishlarini, nazar solishlarini, albatta insonlar ham hozir onglanib boryapti, internet rivojlanyapti, lekin shu qatorda baribir bolamni boqsam bo'ldi, o'sha boshqalardan kam bo'lmasa bo'ldi degan orzu bilan ketadi, qiladi bu ishlarni. Lekin hozir mana shu O'zbekiston sharoitida shu harakat qilsa, oilasi bilan birgalikda bo'lib kun kechirsa ham bo'ladi-ku. Shu mulohazalar haqida gaplashsak bugun. Bu yerda juda ko'p mulohazalar bor ekan, demak, siz ko'targan mavzuda. Birinchidan, musulmon odamni xorijga, aytaylik Rossiyaga o'xshagan yoki bugungi kunda AQShga o'xshagan yoki Koreyaga o'xshagan joylarga ish qidirib borayotganlar ko'payib boryapti. Ya'ni nomusulmon o'lkalarga borib, o'sha yerda oilasini boqish uchun, farzandlarini tarbiyalash uchun shunga qo'l urishyapti. Bu narsani birinchi navbatda o'zi dinimiz qanday qaraydi deb qarasak bo'ladi. Keyin ijtimoiy jihatdan, ya'ni meni ketishligim, siz aytganingizdek, oilamga, farzandlarimga qay darajada ta'sir qiladi. Va uchinchisi, ya'ni bu bizni yashab turgan iqtisodiyotimiz, jamiyatimizga foyda zararlari qanday bo'ladi? Ya'ni makro darajada oladigan bo'lsak. Birinchi navbatdan har bir inson bilishi kerakki, ulamolarimiz ma'lum bir shartlarni qo'ygan. Ya'ni inson uzoq muddat mana shunday bir boshqa g'ayridin davlatga borib yasharkan, bilish kerak bo'lgan jihati, ya'ni qo'yilgan asosiy shartlardan biri, unga zarurat bo'lishi kerak o'sha narsaga. Ya'ni zarurat nimadan kelib chiqadi? Birinchi navbatda haqiqatdan ham o'zini mamlakatida ish topolmaydigan va oilasini umuman iqtisodiy jihatdan boqolmaydigan holatga tushib qolgan bo'lishi kerak. Haqiqiy zarurat bo'lgandagina inson o'zini hayotini, sog'ligini va dinini xavfga qo'yib boshqa mamlakatga borib, ya'ni g'ayridin mamlakatga borib, bu yerda uzoq yillar mana shuni qilib yashab mehnat qiladi. Ikkinchidan, ilm olish maqsadida borishligi mumkin. Ya'ni ilm olish buni nimasi bormi?
aytaylik ehtiyoji bormi? Shu ilm o'zini mamlakatida topilmaydimi? U nimaga qarashimiz kerak bo'ladi? Yoki bo'lmasa agar ilmli kishi bo'ladigan bo'lsa, ilm tarqatish maqsadida ham borishga ruxsat berilgan. Lekin juda ko'p hollarda men o'zimda atrofimdagi tanishlarimdan bilamanki, juda ham yaxshi holatda bo'lib turib ham iqtisodiy jihatdan va ijtimoiy jihatdan, lekin ko'ngil uchun bir yo bo'lmasa kuchli bo'lmagan zaruratlarni ro'kach qilib ketishayotganlar ham bor. Shuning uchun ularga doim aytamanki, sizlar e'tibor beringlar. O'zingizga ishonsangiz ham ertaga farzandingiz yoki zurriyotlaringiz u o'lkalarda qanday holatga tushadi? Dinini saqlab qola oladimi ular boshqa mamlakatlarda? Ayniqsa o'sha G'arb, AQSh, Kanadaga o'xshagan mamlakatlarda. Shuning uchun bularda albatta har bir inson o'zi maslahat olib, ahli ilmlardan, o'zini atrofidagilardan maslahatini olib ish tutish kerak. Bu Rossiyaga ketayotgan ko'proq mana shu ya'ni o'rtamiyona yoki o'rtamiyonadan pastroq bo'lgan qatlamlarni oladigan bo'lsak, ularni ko'pchilik haqiqatan zarurati bor, iqtisodiy jihatdan bu yerda ish topolmaydi yoki bo'lmasa ishlari mavsumiy bo'ladi va o'sha mavsumda aytaylik borib 4-5 oyda ishlab kelayotganlar ham bor. Bu jihatni oladigan bo'lsak, ulardagi asosli tuyuladi, chunki mavsumiy tarzda borib u yerdagi kengroq imkoniyatlardan foydalanib kelayotgan, ya'ni o'zini oilasiga yordam berayotgan bo'lib ko'rinadi. Va albatta unutmasligimiz kerak, ularni bu yoqqa yuborayotgan pul ko'chirmalari ham iqtisodiyotga ancha foyda keltiradi. Ya'ni iqtisodchi sifatida men ko'proq foyda va zararlarni birga tahlil qilib, keyin bir xulosa kelishga harakat qilaman-da. Ya'ni bugungi kunda O'zbekistondagi iqtisodiy vaziyatda ularni hissasi juda katta. Bugungi o'sishimizda, bugungi o'sha xorijiy valyutalarni kirib kelishida. Kuni kechagina voqealar tarqaldi. Shu tojikistonlik 10 yoshar bir muhojir oilani farzandini pichoqlab mana ketishdi. Juda ham buni men eshitdim-u, lekin videosini ko'rishga ham botin olmadim. Ikkinchi marta aytib berayotgan odamga iltimos aytib berma, to'xtagin dedim. Chunki uni eshitishda o'zi juda qalblarni larzaga soladi. Agar mana shunaqangi xavf-xatarlarni hammasini inobatga oladigan bo'lsak, bizlar uchun aytaylik shunaqangi mamlakatlarga borib, ya'ni jinoyat katta bo'lgan yoki begona umuman bizga yod bo'lgan mamlakatlarga, jamiyatlarga borib yashashlik bizning oilamiz uchun katta xavf tug'diradi, tahdid tug'diradi. Bularni mulohaza qilib, albatta men hech kimga tavsiya qilmagan bo'lardim. Oilaviy yoqqa borib shunday bir sharoitda yashashlik. O'zimning qarindoshlarim yillar davomida va 2000-yillardan boshlab ketganlar haligacha mana kelmaysizlarmi endi, mana yoshinglar shunchaga borib qoldi, farzandinglar mana maktabni tugatib qoldi. Ularga bir tarbiya berishda, umuman o'zinglar bir pul yig'ib turib, shu yerda bir do'kon ochib qo'ysanglar, bir nima qilib qo'ysanglar ham, ya'ni ro'zg'oringlar tebratib turishga yetadigan miqdorda bo'lardi deb aytsam ham, ular o'rganib qolishganda. Ya'ni O'zbekiston kelishsa ham, ular ko'nikisha olmaydi bu yerdagi sharoitga. Chunki nima, nafs yaxshisini ko'rgan, undan pastiga rozi bo'lmaydi. Endi ularga albatta nafs desangiz ularga yoqmaydi va buni qabul qilish qulay va rohatli hayot stiliga, ya'ni hayot o'rganib qolishganda. Shunaqa. Ya'ni ular misol uchun to'g'ri, hozir sharoitlar yaxshi bo'lib qoldi, biletlar misol uchun arzonlashib qoldi. Borida keldilar, lekin shunda ham ular ana ketishsa bir oylab ketishadi-da. Eng kami oylab ketishadi. 5-6 oylab eng kami. Bo'lmasa 1 yil, 2 yil, eng uzog'i o'sha
o'sha atrofida keyin kelishadi. O'sha asosiy muammo ham o'shalar keltirib chiqaryapti. Chunki bizning diqqatimiz ham shunday toifalarga qaratilgan bo'lishi kerak. Ya'ni chet elga borib ishlashni asosiy kasb qilib olishlik. Ya'ni bu zaruratni tug'ilganda borib bir chora ko'rish shaklida emas, balki doimiy men u yerda asli vatan tutaman. Doimiy men yashaydigan joyim o'sha yer bo'ladi. O'zbekiston esa vaqtinchalik bir muvaqqat oilamni katta qilib olguncha degan nimaga aylanib qolyapti-da. Ular o'zi aslida ongli ravishda shunaqa deyishmasa ham, ya'ni ong shunday ostida shunaqa ketadi. Lekin ular tutayotgan ishni shuni taqozo qiladi-da. Bizni shunday xulosa qilishimizni shu taqozo qiladi. Bu akalarimizga va bu ukalarimizga deylik, muhojirlikda yurgan, chet elda immigrant bo'lib ishlab yurganlarga aytmoqchi bo'lardiki, ota sifatida sizni asosiy mas'uliyatingiz bu oilangiz va farzandlaringizni to'g'ri tarbiyalash. Ularni kiyintirish, ularni qorin to'ydirish bu ikkilamchi masala o'zi aslida. Otaning birinchi mas'uliyati ularni tarbiyasi, ularni dini, ularni axloqidan so'raladi. Ertaga bu jamiyatda ham va oxiratda ham so'raladigan narsa mana shu o'zi. Ularni qorinini to'ydirish yoki yaxshi shart-sharoit qilib berishlik nima deydi, albatta kerakli, lekin u darajada muhim masalalardan emas. Bularni ham asosiy muammosi hozirgi kundagi siz globallashuv dedik, kirib kelgan fikr. Ya'ni boy va kambag'al degan nimaga boryapmiz. Endi iqtisodchi sifatida men ko'proq ijtimoiy mana shu hozirgi trendlarni ham ko'p tahlil qilishga, o'rganishga harakat qilaman. Boy va kambag'al degan tushuncha doimo bo'lgan. Hech qachon bu yangi paydo bo'lgan narsa emas. Lekin ijtimoiy tengsizlik degan narsa bu keyin oxirgi 2 asrda paydo bo'lgan narsa. Va avjiga chiqqan narsa mana shu yaqin oxirgi asrda ijtimoiy tengsizlik masalasi ko'p bo'ldi. Chunki boy va kambag'al azaldan bo'lib kelgan. Kambag'al doimo o'zini haddini bilgan, boy ham shunga yarasha ish tutgan. Hech qachon kambag'al boy bo'lishga harakat qilmagan. Albatta mehnat qilgan, ilm qilgan, lekin asosiy maqsadi boylarni hayotiga taqlid qilish yoki o'shani o'zlashtirish bo'lmagan. Bugungi kundagi asosiy muammolardan biri bu o'sha quyi qatlamlardagi, iqtisodiy qatlamlardagi yoki o'rta miyona xalqlarni ham boylarga o'xshab hayot kechirishlik, shu intilish. Va bu narsa insonlarni har xil tez boyib ketish, tez yo bo'lmasa o'zini boy qilib ko'rsatish kabi muammolarga olib boryapti. Va natijada o'zini qudratidan ham kattaroq bo'lgan xaridlarni qilishga, natijada qarzdor bo'lib qolishga va mana shu qarz iskanjasiga tushib qolishga olib boryapti. Undan ham yomoni kredit olish. Ana shu. Ya'ni bitta fikrni o'zgarishligi, nimaga men ham boylarda yasholmasligim kerak ekan. Mana Instagramda ko'rdim qancha bular yaxshi hashamatli hayot kechiryapti. Men ham shunday bo'lishim kerak degan fikr ularni muammolarga olib boryapti. Va bu nafaqat bizda, hatto butun dunyoda. Rivojlangan mamlakatlarda ham asosiy muammolardan biri middle class deydi, o'rta klassni boylariga taqlid qilishligi, ulardan qolib ketmaslik uchun o'zlarini qiyin ahvollarga, moliyaviy qiyin sharoitlarga olib borishyapti o'zlarini. Va doimiy bu narsa o'zida stress olib keladi. Stress esa insonni salomatligiga ham, uni ruhiy holatiga ham eng ko'p zarba beradigan narsa bo'ladi. Umrini qisqartiradi va boshqalarga nisbatan munosabatini o'zgartiradi. Doimo tushkunlikka olib boradi. Boylarga nisbatan, muvaffaqiyatli insonlarga nisbatan va davlatga nisbatan ularda doim salbiy bir nafratli munosabat shakllanib qoladi. Shuning uchun buni tagidan bir ko'rib chiqish kerak. Ya'ni inson o'zini
doimo hamma mezonni moddiy yoki moliyaviy mezonlarni o'lchayvermaslik kerak. Ya'ni men shu yerda qolib farzandlarimni tarbiyasi bilan shug'ullanishim kerak. Ertaroq o'sha Rossiyadagi ishimni aytaylik, tezroq bitirib kelishim kerak degan maqsad bo'lishi kerak. Borishda ham aytdim, o'sha zarurat mayli tug'ilganda bordim, lekin zaruratni ertaroq bitirib bu yerda o'sha shart-sharoit qilish kerak. Shuning uchun ko'p maslahat so'raganlarga biz aytamizki, iqtisodchi va shu investitsiya sohasini bilganimiz uchun sen topgan pullaringni iloji boricha to'g'ri tasarruf qilgin. Misol uchun foyda keltirmaydigan xaridlar qilishdan tiyilgan. O'zingni boy qilib ko'rsatish uchun aytaylik $30,000 mashina emas, $10,000 mashina olgin, lekin 20,000 sen qandaydir foyda keltiradigan iqtisodiy aktivlarga joylashtirishing mumkin. Hali do'kon ochish mumkin yoki ko'chmas mulk xarid qilish mumkin va uni ijaraga berish mumkin. Va bu uni kelajakda o'zini vatanida qolishga yordam beradi. Farzandlarini boqishga, tarbiyalashga yordam beradi. Ota jamiyatda barqarorlashtiruvchi kuch hisoblanadi. Qaysiki jamiyatda otalar yaxshi ekan, otalar doimo oilasi bilan birga ekan, farzandlariga mas'ul ekan, o'sha jamiyat eng barqaror jamiyatlardan bo'ladi. Eng jinoyat ko'p rivojlangan mamlakatlar bu o'sha ya'ni oila instituti barbod bo'lgan jamiyatlar hisoblanadi. Eng zo'ravonlik, qotillik, yo'lto'sarlik, o'g'irlik kabi jinoyatlar avj olgan jamiyatlarni o'rgansangiz, shu oila instituti yaxshi ishlamaydi. Ajrimlar ko'p, otalar yomon yo'lga kirib ketgan, davlat nazoratni yo'qotgan, politsiya ham nimasini yo'qotgan, nazoratni yo'qotgan, jinoyatlar avj olib boryapti. Qarasangiz, o'sha tubini agar surishtiradigan bo'lsangiz, o'zlari shu oila institutiga e'tibor berishmagan. Oila instituti degandek, mana ustoz misol uchun mashina haydashimiz uchun borib bitta joyda o'rganamiz. Mana o'quv markazlari bor. Ya'ni haydovchilik guvohnomasini olish uchun bitta joyda o'qishimiz kerak bo'ladi, ulardan sertifikat olishimiz kerak bo'ladi, ya'ni o'qidi degan va imtihonni o'tishimiz kerak bo'ladi. Oddiy ulovni, markabni haydab, ko'chada to'g'ri yo'l, o'sha yo'l qoidalariga rioya qilishimiz uchun, avariya bo'lmasligimiz uchun, mashinani to'g'ri haydashimiz uchun bir 3 oylik, uzoq bo'lsa 4 oylik kurslarda o'qiladi. Lekin aynan mana shu oila borasida, ya'ni butun umr ketadigan, umrimizni oxirigacha bo'ladigan, yashaydigan bir umr yo'ldoshimiz bilan bir yo'lga chiqayotganimizda mana shu oila bir maktabiga ehtiyoj sezilayotgandek hozir. Oldinlari to'g'ri ota bobolar misol uchun farzandlari uyda bo'lishgan hamma va o'sha uyda ko'rib, tarbiya olib, ulg'ayishgan. Lekin hozir o'sha globallashuvda nima bo'lyapti? Farzandlar o'qish uchun poytaxtga kelyapti yoki bo'lmasa farzand 18 ga kirishi bilan men ko'proq pul topishim kerak deb migrant bo'lib ketyapti. Oqibatda esa ota-onani tarbiyasidan, ota-onaga muomalasini yoki bo'lmasa ona otaga muomalasini, ota farzandga, farzand otasiga, onasiga qanaqa muomala qilish kerak bo'lish masalalari ko'tarilib ketayotgandek. Ya'ni bu masalaga qanday yechim topsak bo'ladiki, mana shu oilaviy bir maktab ochish kerakmi? Ustozlarmi, domlalarmi? Mana shu o'zimizni zehniyatimizga, milliyligimizga to'g'ri keladigan tarbiyani beradigan bir maskan bo'lsa, o'quv markazlariga o'xshaydigan bir fikr kelib qoldi-da hozir. Shuni endi hali aytdimku, juda ko'p muammolar qaysidir bir jihatdan qasddan qilinmaydi, qasddan bir yuzaga chiqmaydi. U bir tabiiy ravishda shakllanib boraveradi. Hozir siz aytgan oila institutini o'sha an'anaviy tarzda nima edi? Biz o'sha ota-onamizning ota-onalari, ya'ni bobo buvilar bilan birga yashash, bu katta maktab bo'lgan. Ulardan tajribali insonlar, qari bilganni pari bilmas degandek ko'p narsalar o'rganganmiz va yodimizda qolib ketgan. Bugungi kunda urbanizatsiya
siz aytganingizdek shaharlashuv kuchayib boryapti va odamlar oldingiday uzoqlashib boryapti. Mustaqil bo'lish kuchayapti, oilalardan ajralib chiqish, ota-onasini qavatidan ajralib chiqadi yoki boshqa shaharga siz aytganingizdek ketadi va har kun emas, endi yil, oyda bir marta, borib yilda 2-3 martagina uchrashadigan bo'lib boradi. Bu narsa kichik farzandlarga boshqacha ta'sir qiladi. Oldingidek kuchli rishtalar yo'qda endi. Va natijada o'sha eski qadriyatlarimizni ham unutilayotganligi yoki hayotimizga tatbiq etilmayotganligi mana shu sabablarga borib taqalsa kerak deb o'ylayman. Endi buni yechimlariga keladigan bo'lsak, har bir ota, hali aytganimizdek, chet elda yurgan ota bo'ladi. Endi O'zbekistonda o'zida ham mana shu yerda yashab ham ba'zi otalar eplolmayapti farzandlarini to'g'ri tarbiya qilishlikni. Chunki ularni ongi doimo boshqa ishlar bilan band. O'zini tijorati bilan, yoki o'zini ishlari bilan, ongi boshqa narsalar bilan band bo'lgandan keyin mana bu o'zini oilasi, farzandlari yoki jamiyatini muammolariga, mana shunaqangi ijtimoiy muammolariga to'g'ri yechimlarni topolmaydi. Ong chunki doimiy boshqa narsalar bilan, o'y tashvishlar bilan band bo'ladi. Va keyin yana hali aytganimizdek, hozir juda ko'pchilikda mana burn out degan narsa bor. Endi bu insonning ichki quvvatini tugab qolishligi deydi buni psixologiyada. Ya'ni juda ko'p insonlarda shu narsa ham kuzatilyapti. Endi moddiy jihatdan yaxshilanib borayotgan insonlarda ham qandaydir bir qiziqish yoki bo'lmasa quvvat tugab borayotganday. Mana shunaqangi toifadagi insonlar ham bo'lyapti. Bunday insonlar albatta farzandlariga yetarlicha e'tibor bera olmaydi. Shuning uchun inson agar yechim qidiradigan bo'lsa, birinchi navbatda o'zini tarbiyalashdan boshlash kerak. Ya'ni o'zini maqsadlarini belgilab olish kerak. Biz bu hayotga nimaga keldik? Biz nima ishlar qilishimiz kerak bu hayotda aslida. Bularni sarhisobini qilish kerak. Va o'zini vazifalarini, o'zini majburiyatlarini bilib olish kerak. Ertaga nimadan so'raladi? Mana shu savollarni o'ziga bermaguncha u yechimlarni unga bu masalalar haqida gapirish menimcha foydasi bo'lmaydi. Shuning uchun to'g'ri ta'limni hozirgi kunda, ya'ni qayerdadir o'qidim, hozir farzand tarbiyasi haqida gapiryapmiz, lekin birinchi otalar tarbiyasi haqida ham gaplashishimiz kerak. Chunki ota o'zi layoqatli bo'lmasa, undan bir narsani kutish qiyin. Shuning uchun kattalarni ham birday o'sha ma'rifatini, ularni bilimini, aql zakovatini oshiradigan dasturlar qilishimiz kerak, ko'proq suhbatlar qilishimiz kerak. Yana boshqa yechimlar bor. Endi mana g'arb mamlakatlarida yashaydigan musulmonlar bilan men o'zim o'sha yerda yashaganimni ko'rardim. Ular farzandlari uchun aytaylik maxsus, chunki g'arb jamiyatida boshqa din vakillarini ichida yashagandan keyin insonlar, musulmonlarda shunday ehtiyoj borki, ular o'zlari alohida bir maktablar tuzib, bog'chalar tuzib, farzandlarini ishonchli qo'llarga topshirishadi. Xuddi shunday biz ham o'rganishimiz kerak bo'lgan narsalar shuki, hozir mana xususiy maktablar ko'payib boryapti. Yaxshi yetakchi insonlar, tarbiyaga e'tibor beradigan, farzandlariga to'g'ri maqsadlarni qo'yib, ularni maqsad sari qiziqtiradigan shunaqangi yetakchi insonlarni mening o'ylashimcha dasturlariga, muassasalariga berish kerak. Chunki ko'ryapmiz endi hamma maktablarda ham yoki hamma oliy dargohlarda ham bu narsalar to'g'ri yo'lga qo'yilmagan. Ustoz, men hozir yana bitta masalaga to'xtalmoqchiman. Er-xotin orasidagi muammolar, ya'ni erini xotinga, xotinni erga bo'lgan hurmatsizligi, kelib chiqish oqibatlari. Ijtimoiy tarmoqlar bunga
katta sabablardan bittasi misol uchun. Ota keladi, ishdan charchab, telefonga yopishadi. Ayol undan e'tibor talab qiladi. Shu yoki bo'lmasa er keladi ishdan, ayol darrov muammolarni unga dasturxon qiladi. Aslida qanaqa bo'lishi kerak? Aslida har bir inson nikoh qurarkan o'zini majburiyatlarini birinchi navbatda bilib olish kerak va keyin huquqlarini. Majburiyatlarini bilgan inson doimo ogoh bo'ladi va nafaqat majburiyat va huquq, balki agar majburiyatimni bajarmasam qanday oqibatga olib keladi, o'shani ham mulohaza qiladigan aql bo'lishi kerak. Erkak kishida ham, ayol kishida ham. Alloh taolo aql ne'matini bergan, uni biz doimo foydalanishimiz kerak. Nafsni ham bergan, nafs ham kerak. Chunki nafs ham insonga issiq sovuqni aytib turadi. Lekin aql doimo qarorlar ichida eng to'g'risini, ishlar ichida eng foydalisini unga ko'rsatib turadi. Shuning uchun nikohga kirayotgan yoshlarda biz doimo mana shunga chaqirishimiz kerak. Doimo aql bilan ish tutinglar. Nafsga berilmanglar. Ya'ni inson xatoni ko'pincha g'azab qilganda yoki bir narsani o'ta nafrat qilganda, bir xil qarorlar tez chiqarib qo'yamizda. Mana shunda aqlli odam doimo mulohazali bo'lib, to'g'risini tanlab oladi. Er va xotinni mana shunga o'rgatadigan bir tizimli yondashuv qilish kerak. Bundan boshqa iloji yo'q. Chunki o'sha tizimni qayerdan topamiz? O'sha yerda. Bu tizimni jamiyat berish kerak. Buni hamma kattalar, o'sha ulug'lar buni ishlab ilgari bo'lganda bu narsa. Ya'ni kimdir buni o'tirib yozmagan bo'lsa ham, lekin jamiyatni o'sha ilgari bilasiz, ayniqsa Oqsoqollar, asosiy aholi qishloq va qabilaviy urug' hayotida kechirishgan. Bu yerda tizim nima bo'lgan? Jamiyatdagi ijtimoiy bir bosim degan narsa bo'lgan. Ya'ni ajralish jamiyat oldida katta uyatlish hisoblangan. Bu demak, agar biz hozir janjal qiladigan bo'lsak, urush qiladigan bo'lsak, hamma eshitadi. Uyatga qolamiz. Yoki bo'lmasa men bu xotinni qo'yib yuboradigan bo'lsam, ajrashadigan bo'lsam, ertaga odamlar bu xotin qo'ygan deb jiddiy qaramaydi. Mana shunaqangi bir ijtimoiy bosim bo'lgan. Ijtimoiy bosimni ham ijobiysi va salbiysi bo'ladi. Lekin ijobiysi ko'p bo'lgan ilgari. Chunki bu ijtimoiy bosim ayol erkakni tarbiyalashda, yosh qarini tarbiyalashda juda kerakli unsur bo'lgan. Hozir shu yerda bitta narsani mulohaza qilyapman. Ya'ni bizda ko'p oxirgi vaqtlar gap ko'payib ketdi. Odamlar nima deydi? Nima ishing bor odamlar nima deyishi bilan? Degan gaplar ko'payib ketdi. Lekin aslida hozir odamlar nima deydi deb o'zimizni bir yomon ishlardan saqlashimiz, misol uchun o'sha aytayotganingizdek er-xotin urushadigan bo'lsa, baqir-chaqir qiladigan bo'lsak, yoki bo'lmasa buni javobini beradigan bo'lsam, odamlar nima deydi deb, to'g'ri, bir qaraganda odamlar nima deydi deb uni vaj qilmaslik kerak, lekin aslida shu ham bir boya aytganingizdek ijtimoiy bosim bo'lib turganda. Albatta, ijtimoiy bosim hozirgina aytdim, ijobiysi va salbiysi bor. O'sha ijobiysi ikkalasini ham qanday ajratamiz esa, aql tarosiga qo'yamizda va o'shanda ijtimoiy bosimni bizga kerakli bo'lgan qismini olib, keraksiz bo'lgan qismini olmaymiz. Ya'ni aql tarosiga qo'yishimiz kerak albatta. Chunki odamlar nima deydi deb o'zini qiynab, katta kredit olib, uyini, fasadini 50 ming dollarga qilayotganlar bor. O'zi uy 30 mingga qurilgan, 50 ming dollarga olib fasad qiladi. Yaqinda to'y qilishimiz kerak, qiz chiqarishimiz kerak, odamlar keladi deganda. Mana shunaqangi xato ishlarni qilmasligimiz kerak. Bu
ijtimoiy bosimni aytmayman, balki bizga foyda keltiradigan, bizni ozgina uyat hissini beradigan va noto'g'ri ishlarni qilib qo'ymasligimizni saqlaydigan ijtimoiy bosim haqida gapirayapman. O'sha narsa kamayib boryapti. Chunki urbanizatsiya jarayoni kuchayib ketdi. Endi oldingiday qishloq tarzidagi hayot yo'q. Yoki bo'lmasa qarindosh urug'chilik, mahallachilik ham kamayib boryapti. Buni ta'siri kamayib boryapti. Yo'q o'rinlar yo'q deya olmaymiz, albatta bor. Bu mahalla, jamiyat, bu qarab turganlar bor albatta. Lekin biz baribir tezlik bilan haligi g'arb tomonidan chiqarilgan o'sha yerda paydo bo'lgan o'sha ommaviy madaniyat nimasiga kirib boryapmiz-da. Ko'proq ommaviy madaniyat yoki g'arbdagi o'sha liberalizmning asosiy g'oyalaridan biri inson o'zi uchun yashash kerak. Boshqalarga qarab qolmaslik kerak. Birov bilan ishi yo'q. Iloji boricha inson bor diqqatini o'zini maqsadlariga qaratish kerak deydi. Va bu endi bahsli masala. Foydali jihatlari ham bor albatta. Demak, agar oilaviy masala keladigan bo'lsak, ana shu tizim ilgari bo'lgan va o'sha tizimni hozir biz yo'qotib qo'yganmiz va oilaviy muammolarimiz ko'payib boryapti kundan kun. Va albatta hech qachon bironta yechim ilmsiz bo'lmaydi. Har qanday muammoni biz ko'rdikmi, albatta buni tagida ilmsizlik, jaholat yotadi. Shuning uchun buni tezda bartaraf etish uchun har bir insonga kerakli ilmlarni va uni hikmatini o'rgatishimiz kerak. Har bitta ishning ostida qanday hikmatlar turibdi, ularni tushuntirib borishimiz kerak. Bo'lmasa boshqa chorasi yo'q. Unga pul ajrating, budjetdan milliardlab pul ajrating, uni tezda shu muammolar hal qil. U hal bo'lmaydi. Toki mana shu ilmsizlikni yo'qotmagunimizcha, insonlarning tafakkurini o'zgartirmagunimizcha. Insonda o'sha tafakkurida buni oqibatlarini o'ylash kerak. Xo'p, hozir men oilam bilan ajrashib ketdim, lekin mana bolalarni kim tarbiya qiladi? Ertaga bular kimning qo'lida qoladi? Mana shularni mulohaza qilmasa qiyin bo'ladi. Mana shu mulohaza degandek, erkaklarda qandaydir mas'uliyat yo'qolib qolgandek. Ya'ni mana shu boya aytganimdek keladi, ishdan charchadim deydi. Pul topib turibmanmi? Oilamni ro'zg'orini qilib turibmanmi? Bo'ldi. Bu yog'iga boshimni qotirib o'tirmayman. Bolani maktab tarbiyalasin deydi. Endi demasa ham shu ongsiz ravishda o'sha miyada o'sha narsa. Ya'ni maktabga berib qo'yman, maktab o'zi tarbiyalaydi. Vaholanki eng asosiy tarbiya otadan olinadi-ku. Va aytilganidek, eng yaxshi ota farzandiga bera oladigan bu tarbiya. Go'zal tarbiya. Mana shu narsalar ko'tarilib ketayotgandek. Odob, axloq haqida to'xtalmoqchi edim. Mana shu yoshlarda kattalarga bo'lgan odob, axloq ko'tarilib ketayotgan masala. Ya'ni bu hozir o'ylab qarasam, mana boya aytdik, oila instituti va oiladagi munosabatlar. Demak, ota-onadan tarbiya ola olmadikmi? Hech bo'lmasa o'sha ustoz topib, ustozdan olishimiz kerak ekan deb o'ylab qoldim-da. Lekin hozir ustoz topish ham bir muammo bo'lib qoldi-da. To'g'ri, o'sha o'zimizni zehniyatimizda, o'zimizni o'sha eski ota-bobolarimiz tarbiyasini olgan ustozlarni ham topish muammo bo'lib qoldi. O'shanda Xudodan so'rash kerak, lekin mana shu qidirayotganlar uchun o'zini, oilasini saqlayman, o'zimizni ota-bobolarimiz bergan tarbiyani farzandlarimga berishni xohlayman. Bu mezonlar buzilib ketayotgan davrda men oilamni o'sha o'z eski qadriyatlarimizda ulg'ayishni xohlayman deganlarga nima deb tavsiya berardingiz? Kitobmi yoki bir yo'l yo'riqmi? Juda yaxshi. Tarbiyasiz jamiyat bir vahshiy, zo'ravon va jinoyatchi jamiyatga aylanib qoladi. Agar tarbiya bo'lmaydigan bo'lsa, o'sha hozir gaplashdik siz bilan boshqa mamlakatlarda
asosiy e'tibor beradigan bo'lsak, eng tarbiyasiz, o'sha eng haligi vahshiylik kuchaygan jamiyatlar bu islom dinidan tashqari bo'lgan g'ayriddin o'sha nimalarda Karib, Markaziy Amerika, Lotin Amerikalarini yaqinda bir ko'rib qoldim bir hisobotda. Dunyoda eng haligi yetakchi o'rinda turar ekan. Jinoyatchilik bo'yicha, ya'ni qasddan odam o'ldirish bo'yicha deyarli o'sha hudud. Qarasangiz, uni ijtimoiyaga o'rganadigan bo'lsangiz, xalqlar o'zlarini o'sha gangsterlarni peshvo deb biladi. Ya'ni ma'rifatli, tarbiyali, ilmli insonlarni emas, o'sha jinoyatchi to'dalar xuddiki yoshlarga role model deydi, ya'ni qahramondek ko'rsatiladi. Va natijada dunyoda yetakchi bo'lib qolgan bular. Yoki bo'lmasa narkotikadan milliardlab pul qilganlar esa eng muvaffaqiyatli shaxslar deb yoshlarga ko'rsatiladi. Natijada eng tuban hozirga nimaga darajaga tushib qolgan. Eng ilmli, ma'rifatli, odobli insonlarni agar qahramon qilib ko'rsatiladigan bo'lsa, o'sha jamiyat aksincha eng haligi yaxshi, farovon, barqaror jamiyatga aylanadi. Shuning uchun meni tavsiyam shunday bo'lardiki, odob bo'yicha insoniyatning eng afzali bu payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam men shu eng go'zal axloqlarni yuksaltirish uchun yuborildim, kamolga yetkazish uchun yuborildim deganlar. Va u kishini siyratlarini o'rganadigan bo'lsak, bunga 100% amin bo'lamiz. Shuning uchun ota-onalarga ham, farzandlarga ham, hammalariga men birinchi navbatda payg'ambarimiz alayhisolatu vassalomning siyratlarini qunt bilan o'rganib chiqishlarini tavsiya qilgan bo'lardim. U kishidan juda ko'p namunalar olsak bo'ladi va u zotning haqiqiy vorislari bo'lgan ulamolar, olim robboniylar, Allohning do'stlari, avliyoullohlar, ularni manoqiblarini, ularga bag'ishlangan asarlarni o'qish kerak. Ulardan o'rganish kerak, ota-onaga qanday munosabatda bo'lishimiz kerak. Insoniyatga nisbatan qanday munosabatda bo'lishimiz kerak. Hozirgi kunda unutilayotgan nimalardan biri boshqalarga qayishish, boshqalarga moyil bo'lish kamayib boryapti. Odobning asosiy manbai inson o'zidan kechib boshqalar tomon qayishda bo'ladi. Xudbin odamdan odobli odam chiqmaydi. Chunki xudbin o'zini o'ylaydi faqat. Lekin boshqalarni o'ylaydigan odam, boshqalarga xayrixoh bo'lgan odam, odobli bo'lishligida juda katta nima bor. Unga to'g'ri tushuntirsangiz, sen ota-onangga nisbatan odobli bo'lgan yoki do'stingga nisbatan, qo'shninga nisbatan, ustozingga, maktabda ustozingga nisbatan odobli bo'lgan desangiz, u oladi. Chunki unda xayrixohlik doimo bor qalbida. Lekin boshqalarning xayrixoh bo'lmagan odamdan qiyin. Shuning uchun mana shu narsani bolalikdan o'rgatish kerak. Sen faqat o'zingni kosangdagi o'zingga tegishli hech kimga bermagin deb o'rgatmas kerak. Balki yosh bolaga ham ehson qilishni o'rgatish kerak. Kichkinaligidan. Ya'ni bizda ustozlar aytadiki, ota farzandiga Qur'on o'qishligi qanchalik vojib bo'lsa, boshqalarga yaxshilik qilishni o'rgatish ham shunday vojib. Chunki bolaligidan boshqalarga yaxshilik qilishni o'rganmasa, ertaga u faqat o'zini o'ylaydi, xudbin bo'lib shakllanib qolishi mumkin. Shuning uchun odobni birinchi qadamlari o'sha bolani tarbiyalashda, qanday yo'naltirishda bo'ladi. Shuning uchun inson boshqalarga xayrixoh bo'lishda, yaxshilik qilishda o'ylayaptimi, uni odobli qilish qiyin bo'lmaydi.